Assalomu alaykum. Bugun 9-iyun. Yangi anjir sortimizni ko'rsatmoqchiman. O'tgan yilgi nodada beradigan Breba deb nomlanadigan hosil pishdi. Bizda hokisi deyiladi. Bular ham pishib qopti. Mana razmerlari juda ham katta. O'zi aslida menimcha bu to'qroq bo'lish kerak edi rangi. Salqinda bo'lib qolgani uchunmikan yoki o'zi rangi shunaqa bo'ladimi? Bu birinchi yilgi nishonasi shu rangda bo'ldi hozircha. Endi buni uzib nima qilib ko'ramiz. Tortib ichlarini ko'rsataman. Aytgancha bu novda juda ham o'sish sust. Buni qalamchalari ham, ko'chatlari ham afsuski yo'q. Yani ikki qarich ham o'sib o'smagan. Ulanganiga 3 yil yo 4 yil bo'ldi. Ulangan yili sovuq urib ketgan daraxti va shuni hisobiga mana shu 3 yildan beri deyarli o'sish yo'q. Bu yil birinchi marta mana nishona beryapti. Endi ko'ramiz. Razmerlari va mazasini tatib ko'ramiz. Og'irligini o'lchab ko'ramiz. Hozir uzamiz buni mana. Razmeri yumshagan, pishgan bo'lishi kerak. Ko'rinishi shunaqa holatda endi. İkincisini ham hozir uzamiz. Ikkita. Razmeri juda ham katta lekin. Juda ham katta, ancha-muncha sort bunaqa razmerda. Hatto o'sha o'tgan yilgi nodadagi Brebalari ham bunaqa razmerda bo'lmaydi, ancha-muncha sort. Ham bugun 9-iyun bo'lsa, ertaki deb hisoblasak bo'laveradi buni. Bu bilan bir xilda pishgan sortlar juda ham kam hozir menda. Ham ertaki, ham razmerlari yirik, juda ham yaxshi anjir sorti ekan bu. Endi sal obto'roq joyda, quyosh yaxshi tushadigan joyda bo'lsa, balki rangi yana ham to'qroq, chiroyliroq bo'lishi mumkin. Demak, anjirlar tortib ko'ramiz. Tarozini o'lda turibdi. Birinchi anjirimiz sal kichikrog'i. 95 gram. Yaxshi razmeri. Ikkinchisi endi 107 gram. Qo'shig'i bilan. Hop, nishona hosil uchun yomon emas, juda ham yaxshi ko'rsatkich. 107 gram. 95-100 gram, xullas o'rtacha 100 gram desak ham. Endi buni hozir ichini kesib ko'rsataman. Mana ichini ko'rinishi rosa ham yumshab pishgan. Suvliligi ham yaxshi, mazasi shirin, o'zimizni anjirlardan qolishmaydi. Juda ham yaxshi, zo'r anjir sorti Cheretto.